rak hujayralari bu kimyadan qo'rqmaydi, bizning immun tizimimizdan qo'rqadi. Onkologik kasalliklarda hujayra darajasida davolashning samaradorligi haqida qisqacha gaplashamiz. Kletishli polimorfizm, hujayra polimorfizm bu 283 dan ortiq hujayra mavjud. Onkologiya bilan bo'lgan leykozlar ko'paydi. Endi sistemli kimyoterapiyada afsuski butun tez bo'linayotgan hujayralarni ham o'ldiradi. Soch to'kilish, boshqa asoratlar ko'p bo'ladi. Xuddi shunaqa. O'sha effekt bermaganda sababida ko'pincha polimorfizm va mutatsiya. Demak, rak hujayralarini ham o'zida mutatsiya bo'ladi. Inson tanasida eng katta bufer sistema qanaqa bufer sistema? Nimaga olib keladi? Anemiyaga olib keladi. Oddiy shamollashga ham nimaydi kuchli bo'ladi. Chunki haqiqatdan oldingi videolarda aytganbizda, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastimizga xush kelibsiz. Bugun onkologik kasalliklarda hujayra darajasida davolashning samaradorligi haqida qisqacha gaplashamiz va traditsion kimyoterapiya qachon qo'llash kerak, target kimyoterapiya va kombinatsiyadagi hujayra darajasida davolashning samaradorligi haqida qisqacha YouTube podkast olamiz. Furqat aka, xush kelibsiz. Salom. Bugun o'sha onkologik kasalliklarning kelib chiqishi, albatta teoriyalar ko'p, sabablar ko'p. Onkologik rak hujayralarining rivojlanishidan eng ko'plari o'sha nima va aynan kimyoterapiyani qo'llash nega ayrim payt samara bermaydi, shuni haqida gapirmoqchi edik. Birinchi masala, siz rak hujayra terapevti sifatida meni o'zimda savol bor. Kletishli polimorfizm, hujayra polimorfizm bor. O'shani qisqacha tushuntirsangiz, nega bu narsa yuzaga keladi? Ayniqsa rak hujayralarida bu narsa ko'p uchraydi. Shuni aytib o'tsangiz. Kletishli polimorfizm to'g'risidagi informatsiyani to'liq yoritadigan bo'lsak, u uchun biz embriogenezga qaytishimiz kerak bo'ladi. O'sha inson paydo bo'lganda birinchi hujayradan paydo bo'ladi, zigotada. U qanday qilib keyin differensiatsiyaga uchraydida, blastula formalari, keyin gastrulaga, undan keyin o'sha ikki xil ekstraembrional va embrional hujayralarga bo'linadi. U embrional hujayralarning o'zi yana 250 xil yana boshqa hujayralar. Hammasi bo'lib insonda o'sha ekstraembrional hujayralar bilan birgalikda 283 dan ortiq hujayra mavjud. Bu degani nima degani? Demak, har bitta hujayramiz qayerdan bo'lishimidan qat'iy nazar, u jigarda bo'ladimi, immun sistemasidagi bo'ladimi, miyada bo'ladi, farqi yo'q. Har bir hujayrani ichida DNK programmasida 283 xil hujayrani formasi bo'lgan. Ana bundan kelib chiqishimiz kerak. 283 xil bo'lgandan keyin demak, har bir hujayra, mana masalan onkologik proses jigarda yoki o'pkada yoki oshqozonda ketyapti. O'sha yerda spetsifik gastrolali bor, lekin unga o'sha plazmani buzilishi, limfa sistema, hujayralar bo'shliq buzilishi orqasida ko'p agentlar ta'sir qilib turib, hujayrani boshqa tipdagi hujayralarga differensiatsiyaga aylanishiga majbur qiladi. Ana nima uchun o'sha gepatotsit yoki bo'lmasa gastrotsit qanday qilib rakovый embrionalniy birinchi ochlikda o'sha rakovый embrionalniy pochkani tipiga yoki tirnoq tipiga yoki bo'lmasa mezenximal tipga yoki boshqa tiplarga aylanishi sababi mana qayerdan kelib chiqadi. Chunki u programma bor. O'sha programmani uyg'otadigan mana shu xaos bo'ladi. Xaos ketayotganida bu degani o'sha plazmada shunchalik substratlar ko'payib ketadi-yu, molekulalar, ular o'sha molekulalar genetik materialgacha yetib borib turib, o'sha genetikani uyg'otadi. Shuni orqasidan shu programmalar nimayda rivojlanib bo'ladi va hujayrani polimorfizmiga olib keladi. Bu degani, demak, ichki porядок, hujayra ichidagi porядок o'sha nima yo'qolishidan kelib chiqadi. Endi конечно so'raladi, bu nimani yo'qolishiga sabab nima? Shuning uchun biz ko'p aytamiz, e'tibor bergan bo'lsanglar, insonlarga bir xillikda ovqatlanishmaslik, ili ko'p og'ir yoki go'sht ko'p, o'sha ammiak ko'p, kechirasiz, azot ko'p oziqalardan sal o'zini ehtiyoj qilish yoki kuygan ovqatlarni yemaslik yoki kanserogen deydi, yog'lar bor. Kanserogen mana bu
nima konservadan konserva nima mahsulotlar bor. Insonlar mana shular yoki bo'lmasa petitsit tushgan mahsulotlar bor, to'g'rimi? Har xil условияda nima qilinadi yoki bo'lmasa eshitasiz ichida har xil o'zi ximik moddalar o'sha oziqani buzilishini ushlab turadigan, buzilmasligi uchun Nitratlar. qiladigan har xil nitratlar, fosfatlar qo'shilaveradi. Mana bular qarang o'sha hujayrani mana shunaqa polimorfizmga olib keladi. Bu bitta nimamiz o'sha oziq-ovqat yoki tashqi muhitdagi havo orqali nafas olganingizda nima uchun o'sha toza havoga yuring degani sababi ham shu, chunki havo orqali ham xuddi shunaqa molekulalar inson tanasida ko'payishi mumkin. Bundan tashqari agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha psixologiyani ham juda nima qilinadi, chunki insonda obida yoki qandaydir g'ashli sal narsaga ham emotsiyalar bildirishi bu sabablar ham mana shu insonda mana shuna har xil hujayralarda polimorfizm nimalar kuzatilishiga olib keladi. Endi mana shu yo'sinda hozir aytib o'tdingiz ximiya preparatlar yoki лучевой terapiya qanday yurdi. Keling, man hozir aytmoqchi emasman. Hech kimga bizni bu ko'rsatuvimiz ko'pincha чисто informativ. Hech kim bilan biz sporlashmoqchi ham emasmiz yoki kimgadir nimanidir dokazat ham qilmoqchi emasmiz. Faqat keling fakt bo'yicha hozir bir ko'rib chiqaylik. Mana aytishadi onkoxirurglar, вот bu zo'r, только xirurgiya yo'li bilan bu hujayralarni olib tashlash kerak. Man исключать qilmayman. Хорошо, agar bu protsess aytaylikda, barmoqda bo'ladigan bo'lsa inson, masalan, yoki suyakda, и то suyakda nimadir безопасный joyda yoki jigarda yoki buyrakda bo'lsa, еще tushunaman. Endi представить qiling, shu protsess aytaylik, sinusovый узел yurakda, nimaydi, yurak urishini nima qiladigan hujayralarda o'sha yerda bo'lsa yoki bo'lmasa gipofizda egallab olgan bo'lsa yoki bo'lmasa sentr dihaniya borda, o'sha yerda ketayotgan bo'lsa nima qilardi? Xirurg olib tashlardi o'sha. Endi представить qiling. Xirurg olib tashlagandan keyin nima bo'ladi? Bu bir. Xuddi shunday, agar shu zonalarda ximiya bilan ham, лучевой terapiya bilan ham ta'sir ko'rsata olmaysiz. Chunki hujayrani o'ldirib qo'yasiz, buni orqasida insonni hayotiy muhim organlarda to'xtash Shuning uchun keling, mana bundan kelib chiqqan holda nima qilaylik? Agarda haqiqatan ham effektivni bo'lganda, mana bunaqa zonalarda agar vdруг paydo bo'lsa, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Bu bir. Ikkinchi, keling endi o'sha лучевой terapiyani aytaylik-da. Лучевой terapiyani ham 30-yillardan boshlab qo'llay boshladilar-da nimaga. Nimaga bo'lmasa лучевой terapiya agar yordam beradigan bo'lsa, shunchalik bo'lsa, nega atom bomba tashalgandan keyin Nagasaki va Hiroshimada onkologiya bilan bo'lgan leykozlar ko'payib ketdi? Bir. Ikkinchidan, uzoqqa bormang, Chernobil nimasidan. Nima uchun o'sha yerdagi yashaydigan insonlarni o'sha onkologiya va nimalar ko'payib ketdi? Agarda haqiqatan uni foydasi bo'lsa, men tushunaman, kichkina ovoz aytishingiz mumkin, kichkina dozada targentni o'ziga kim garantiya beradi, что bu свободно-радикальная reaksiya, ximiya, o'sha radiatsiya sog'lom hujayralarda ham shu protsesslarni chaqirmaydi. O'sha даже fraksiyasi kichik dozda bersa ham o'sha Конечно, bu kaskad bu. Yondosh nimalarga asoratlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari o'sha ximiyani ishlatamiz-da, ko'pincha yurda antimetabolitlar yoki bo'lmasa mononukleotidlarni radikalidan paydo bo'lgan ximiya preparatlar ishlatiladi. U nimaydi, tsepni, masalan, guanin всегда sitozin bilan agar kombinировать qilsa, u yerda radikalli guanin hech qachon sitozinni nimaydi qabul qila olmaydi. Buni orqasida protsess replikatsiya DNK buziladi, ana nima uchun regeneratsiya prosesslari to'xtaydi. Shu bilan birga давайте ochiq nima qilaylik. Regeneratsiya prosesslari faqatgina o'sha onkolog rak bo'lgan hujayralardagina to'xtatadimi yoki sog'lom ketayotgan protsessdagi, sog'lom darajada ketadigan boshqa joyda bunga aloqasi yo'q joylarnikini ham to'xtatadimi? Ana bunga ham javobni berishlaringizni juda ham istardim. Endi sistemli ximioterapiyada afsuski butun tez bo'linayotgan hujayralarni ham o'ldiradi. Soch to'kilish, boshqa asoratlar ko'p bo'ladi. Xuddi shunaqa. Sistemli ximioterapiya to'g'ri, o'sha radiatsiya ham xuddi shunday ta'sir qiladi-da. Radiatsiya ham shunaqa ta'sir qiladi. Meni endi qiziqtirgan savol,
o'sha biza masalan standartlar bor. Har bir adenokarsinoma bo'yicha yoki o'sha gistologiyada ko'rgan hujayra bo'yicha biza ximiya qilamiz. O'sha o'zini sxemalar bu. Sistemli ximyoterapiya sxemalar bu. Bu международный NCCN deydi, National Cancer Comprehensive Networking, Amerikadagi o'zini nimasi bor yoki ESMO bo'yicha standartlar bu. Adenokarsinomada G1, G3 ta qanaqa. O'shani qo'llaymiz, ba'zan samara beradi. Ba'zan esa effekt bermaydi. O'sha effekt bermaganda sababida ko'pincha polimorfizm va mutatsiya. Demak, rak hujayralarini ham o'zida mutatsiya bo'lyapti. Ya'ni moslashib olyapti. Rak biza qilayotgan ximiyaga diferensirovka bo'lmagan nezrili rak kletkalari ham himoya boshlayapti. Shuning uchun afsuski o'ntalab kursni olgan bemorlar bor, lekin natija emas, продолженный рост bo'lyapti. Shunga savollar tug'ildi-da bizda, как sizda kletish terapevt sifatida demak o'sha polimorfizm borligini, ya'ni mutatsiya ham shu, demak moslashish borligini aytib o'tdingiz. Qarangda, gapingiz to'g'ri tam. Shunga bitta nimani aytmoqchiman-da. Nima deb o'ylaysiz? pH sreda degan narsa bor-a? O'sha yerda tam qachon eshitsangiz aytishadi tam kislый sreda bo'lib ketgan, ishqoriyga aylantiring. Endi inson tanasida eng katta bufer sistema qanaqa bufer sistema? Shu nimayda pH sredani normaga keltiradigan. Bu gidrokarbonat, Yo'q, gemoglobin. gemoglobin. Endi qarang. Endi qarang. Nima demoqchiman? Puch nima edi, radiatsiya qiladimi yo ximiya qiladimi? Nimaga birinchi ta'sir qiladi? Kostni mozga. Kostni mozda nimaga olib keladi? Anemiyaga olib keladimi? Anemiyaga keltirgandan keyin gemoglobin tushib ketgandan keyin, demak, pH sredani shlachnoygacha tushiradigan yoki neytralizatsiya qiladigan bu katta sistemani ishdan chiqaramizmi? Eritropoyez tushib ketgandan keyin samostoятельно bu gemoglobin bu ishlamaydi. Shuning uchun nima demoqchiman? Man hozir yana bir marta hech kimga ximioterapiyaga nima edi, qarshi urishish yo boshqa nimani, давайте agar shunda ratsionalni ishlashni nimasini qilaylik, shularni o'ylab ko'raylik, давайте чтобы bu nima edi, anemiyaga olib kelmasin, chuqur anemiyaga. Buni orqasidan o'sha bufer sistemani buzib turib, o'zimiz yana kislotnostni kuchaytirib yubormaylik. Mana bu nimalari. Bundan tashqari o'sha bilasiz, kostni mozga ta'sir qilganda oq qon tonachalar bor, to'g'rimi? Leykositoz emas, leykopeniyagacha keltiradi. Teper endi inson nafaqat bu onkologiya, oddiy shamollashga ham nima edi, kuchi yetmay qoladi. Oddiy shamollashdan inson hayotini yo'qotib qo'yish. Mana shunaqa nyuanslar bor. Shuning uchun bu yerda, конечно, qiziqishingiz, чтобы onkologiyada yangi yo'nalishda yoki bo'lmasa insonlarga более щадящий nima, bu juda ham yaxshi. Men shu uchun nima demoqchi edim? Mana shunaqa nyuanslarini o'ylab turgan holda, mana bu kamroq nima ta'sir qildirib turib, o'sha onkologik protsesslarga effektiv yordam ko'rsatish yo'nalishlarini razrabotka qilish tarafdori. Tushunarli. Chunki haqiqatdan oldingi videolarda aytganmiz, rak hujayralari bu ximiyadan qo'rqmaydi, bizning immun tizimimizdan qo'rqadi. Chunki immun tizim juda ham kuchli bir armiya. O'sha T-killerlar yoki bo'lsa limfositlar chiqaradigan o'sha limfositlarni o'zi tanib oladi. Rak hujayralari qayerda paydo bo'ldi va joyda o'ldirib ketaveradi. Chunki normada ham qaysidir diferensirovkadan chiqib ketadi, lekin T-killerlar uni tanib qolib, joyda o'sha o'ldirib tashlaydi. Ya'ni demak, shu uchun albatta ratsional ximioterapiya, o'sha luchioterapiyani ham ratsional qo'llash va bizada endi o'zi ximiya qilganimizda ham biza lechebniy patomorfizm deymiz. Har ikkita kursdan keyin 21-22 kundan keyin uni ko'ramiz, kuzatamiz, qay darajada kichraydi yoki onkomarkerlarni tekshiramiz. Afsuski, men murojaat ham qilishdi, o'shani videoga qo'ysangiz ham bo'ladi. 28 yosh sut bezi rakka 11 kurs nima olgan? Ximiya olgan. 11 kurs ximiya olgan, suyaklarga metastaz bergan, o'pkasiga tarqalgan, 4-daraja yordam berasizlarmi deb kelyapti. Bu afsuski o'sha noratsional ximiya qo'llash yoki bo'lmasam o'sha sxemani qay darajada qo'llash natijasidan bo'ladi. Shuning uchun bizni tarafdorimiz radikal ximioterapiyadan ozgina o'sha ehtiyot bo'lib, protokol standartlarga amal qilgan holatda parallelni lechebniy patomorfozni ham ko'rib borish kerak va bemorda o'sha samara bermayaptimi, sxemasini boshqa joyda va organizmni o'zini tiklash tizimiga ham nima qilish kerak. Chunki immunitetni o'zi kerak bo'lsa
ximiyadan yaxshi ishlaydigan holatlar bor. Shu yo'sinda bitta narsa aytmoqchiman. O'sha onkologiyada bir narsa kuzatiladida, shunaqa narsa bor. Spontanniya regressiya deydi onkologik protsesslarni. Bu nima degani? Insonga hech qanaqa ximiya qilinmasdan, hech qanaqa вообще там inson nimani ko'rsatmasa ham, yordam ko'rsatmasa ham o'zidan tiklanish, o'zidan o'sha onkologiyadan chiqib ketish. Undan ko'ra mana shu mexanizmlarni ko'proq o'rganish kerakda. Bunga uzoq ham bormaslik kerak. Mana hozir 2023-yilmi там ikkita amerikanskiy ученый и только единственно endi immunoterapiya orqali onkologik kasallarga nima deydi yordam ko'rsatish mana bu yo'nalishda ko'proq ishlashdi и mana bu yo'nalishda ko'proq nima mehnat qilishdi, nima qilardim. Bu намного эффективныйroq и безопасныйroq ham, чем boyagi radikal nima deydi operatsiya, radikal ximiya и radikal лучевой terapiyadan ko'ra degan bizni shunaqa niyamiz bor. Tushunarli. Keyin yana bir qiziq holat, masalan, bemorlarimiz ko'p kelishadi onkologik shikoyatlar bilan. Bemorni o'zi bilmaydi, qarindoshlari o'ziga kistasi bor, yarasi bor deyishadi. O'sha bemorlarda hayotni davomiyligi uzoqroq. Chunki o'sha xronический stressni o'zi doimiy o'zini bir tomonni yeyish yuqori kortizol. Chunki stress kratковременный nima emas, qisqacha stress, lekin doimiy miyada olib yurish, doimiy kortizol baland yurishi bu afsuski immun tizimini ham pasaytirishga va afsuski rak hujayralarining yanada progressiyasiga o'sishiga sabab bo'ladi. Endi как psixolog hozir aytaman, mana shu yerda nima demoqchi bo'ldilar. Agar inson pastan stress holatda bo'lsa, там bu уже там nima qilingan, stress holatdagi pH, o'sha kislotность nima aytadi, onkologiya protsessini ta'mirlaydigan molekulalar bilan tanada ko'payib ketishiga olib keladi. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling mislaringizga, o'sha emotsiyalaringizga. Sizga maslahatim, mana shunaqa bo'lganda ham hech qachon qo'lingizga tushirmang. И absolutno xotirjamlik holatini hosil qilib turib, o'zingizga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Chunki baribir ming bir nimani o'ylaganingiz bilan yoki bu kasalligingizni o'ylaganingiz bilan siz buni oxirigacha yetmaysiz, siz professional emassiz. Nima demoqchiman? Faqatgina organ qanaqaligini tushunishingiz mumkin, lekin har bir hujayra ichidagi subkletishn elementlar, subkletishn elementlarning o'zi qanaqa molekulalardan tuzilgan, u molekulalar qanaqa atomlardan tuzilgan, u atomlar o'zi nima deydi, elementar частица, u elementar частицаlar nimadan tuzilgan, и oqibat o'sha даже nanostruna va nima deydi, energiyagacha boradi. Qarang, qanchalik chuqur o'rganish kerak. Hali bizni oldimizda ham shunday chuqur izlanishlar bor и shu yo'nalishda biz ishimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa. Furqat aka, katta rahmat. Juda foydali ma'lumotlar bilan bo'lishdik.